Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Bugun biz insonlarning kasbiy rivojlanishlari uchun ingliz tilini o'rgatishdek muhim bir maqsad yo'lida birlashdik. Inson Academics. Nafaqat grammatika va yangi so'zlarni o'rgatadi, balki o'zingizga bo'lgan ishonchni va kasbiy so'z boyligingizni taqdim etadi. Bizning maqsadimiz har bir o'quvchi xorijiy hamkasblari va hamkorlari bilan muloqot paytida ingliz tilidan ishonch bilan foydalana olishini ta'minlash. Biz logistika, tibbiyot, biznes, restoran va mehmonxona menejmenti, IT va shu kabi kasblar bo'yicha ingliz tilini o'rgatamiz va sizga bu yo'nalishlar bo'yicha bilimingizni boyitishingizga yordam beramiz. Biz so'zlar o'z kasbimizga mas'uliyat va professionallik bilan tanishamiz. Va ayta olamizki, biz bilan ingliz tilini o'rgatish davrida siz ko'plab bilim va tajribalarga ega bo'lasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi manzillarimizga murojaat qiling.